O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yo'l transport infratuzilmasi, qishloq xo'jaligi, ta'lim, tibbiyot va xizmatlar sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishish, yaqin istiqbolga mo'ljallangan ustuvor vazifalarni belgilash maqsadida bugun Jizzax viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari dastlab zamonaviy va qulay yo'l infratuzilmasini barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Viloyat markazini M39 xalqaro avtomobil yo'liga bog'lash maqsadida qariyb 290 milliard so'm hisobidan 700 metrlik yo'l o'tkazgich va 4 kilometrlik yangi avtomobil yo'li qurildi. Bu yo'l har kuni 14 mingdan ortiq transport vositasini o'tkazish imkoniyatiga ega. Yangi inshoot tufayli bu masofa 4 kilometrgacha qisqardi. Eski yo'ldagi tirbandliklar bartaraf etildi. Metal konstruksiyalardan zamonaviy texnologiya asosida barpo etilgan o'tkazgichning xizmat muddati 2 barobarga uzaygani e'tiborlidir. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbariga atom energetikasi loyihalarining borishi to'g'risida axborot berildi. Ayni paytda Jizzax viloyatida integratsiyalashgan ikkita kam quvvatli reaktor va ikkita katta reaktordan iborat atom elektr stansiyasini barpo etish boshlangan. Atom elektr stansiyasi uchun zarur qurilish materiallarini mahalliylashtirish, oliygohlarda soha uchun kadrlar tayyorlashni kengaytirish rejalari taqdimot qilindi. Prezidentimiz shuningdek, Jizzax shahriga kirish qismini zamonaviy qiyofaga keltirish bo'yicha master reja va renovatsiya loyihalari taqdimoti bilan ham tanishdi. Shundan so'ng prezidentimiz Jizzax Politexnika instituti qoshida tashkil etilgan avtomobilsozlik muhandislik maktabi faoliyati bilan tanishdi. Bu yerda BYD Uzbekistan Factory va ADM Jizzax korxonalari bilan malakali mutaxassislar tayyorlash va ularni ishga joylashtirish bo'yicha hamkorlik o'rnatilgan. Mazkur maktabda transport sohasiga ixtisoslashgan 4 ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quv dasturlari yangicha yondashuv asosida tashkil etilgan. Qisqa muddatli tayyorlov kurslarida avtomobil zavodiga ishga kiruvchi nomzodlar, zavod ishchilari va ishsiz yoshlarga o'zlari qiziqqan kasblar o'rgatiladi. Davlatimiz rahbari maktabdagi mashg'ulotlar jarayonini kuzatdi. Mamlakatimiz yetakchisi shu yerda respublika va viloyat faollari bilan ham muloqot qildi. Shuningdek, prezidentimiz yangidan barpo etilgan Jizzax viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga tashrif buyurdi. Loyiha viloyatda tashkil etilayotgan tibbiyot klasterining dastlabki bosqichi hisoblanadi. Davlatimiz rahbariga muassasa imkoniyatlari haqida ma'lumot berildi. Mamlakatimiz yetakchisi bemorlarni davolash, shifokorlarning samarali ishlashi uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Markaz zamonaviy 7 qavatli binoda joylashgan bo'lib, kuniga 400 nafargacha bemorni qabul qilish quvvatiga ega. Uning ishga tushishi natijasida Jizzax aholisining respublika shifoxonalarida yoki qo'shni viloyatlarga qatnashi 70-80% ga kamayadi. Prezidentimiz shu yerda sog'liqni saqlash mas'ullari va xodimlari bilan muloqot qildi. Mamlakatimiz yetakchisi Jizzax viloyatiga tashrifi doirasida Sharof Rashidov tumanidagi Agromarkaz qishloq xo'jaligi korxonalari majmuasida ham bo'ldi. Markazda o'simliklarni himoya qilish laboratoriyasi, veterinariya dorixonasi, agronom maslahati, urug' va ko'chatlar yetkazib berish, aholi xonadonlariga issiqxonalar qurish, agromarket do'koni, mini texnikalar sotish va ularga xizmat ko'rsatish kabi yo'nalishlar mavjud. Bu yerda qishloq xo'jaligi bo'yicha barcha xizmatlar yagona darcha tamoyili asosida yo'lga qo'yilgan. Davlatimiz rahbari agromarkaz faoliyati bilan tanishdi. Uni yanada kengaytirish, mijozlar uchun xizmatlarni ko'paytirish va qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha tavsiyalarni berdi. Tashrif tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.